Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bizani kuzatib turgan qadrli obunachilar, Bek zinalar ish faoliyatini yana boshladi. Xo'p, bu zinamiz Andijon viloyati Sharxon tumanida qilingan lestnitsa bo'ldi. Bundan 5 kun oldin lestnitsamizni apalubkasini qurib, betonni quyib ketgan edik. Va nihoyat bugun tushdik, apalubkasini yechdik. Mana apalubka yechilgan holati. Zinamiz ikki tomonlama, ya'ni chiqish, bu yoqdan tushish zinasi bo'lgan. Zinamizni qisqacha razmerlar bilan tushuntirib tanishtirib o'taman sizlarga. Zinamizning balandligi 2.30 14 stupenka tushgan. Stupenkamiz tikkaligi 16 dan bo'lgan, oyoq qo'ydan 28 dan. Xo'p, 28 dan qilganimiz sababi bu yerga 30 dan qilsa ham bo'lardi. Bu yoqda joy kam qoladi, shuning uchun bizga 28 ham bo'ladi deb aytishdi. Shuning uchun razmerlarni oyoq qo'ydan 28 qilib berdi. Albatta 28 da ham noqulaylik tug'dirmaydi. Bemalol qiynalma chiqib tushsa bo'ladi. Zinamizning boshlanishiga, birinchi stupenkasiga figurali qilib fason ishlab berganmiz. Zinamizni sizlarga hozir Xo'p, bu yerda tonnop tushgan ekan, shuning uchun tonnopga joy tashlab berdi. Ya'ni ko'rib, noto'g'ri tushunmanglar. Sizlarni hozir sizlarga tepadan ko'rinishini ko'rsataman. Zinamizning eni 1.20 standart bo'lgan. Zinamizning tepadan ko'rinishi sizni juda ham chiroyli bo'ldi. Albatta uyni holatiga, uyni videoga qarab zina qo'yib berdi. Boshqacha bachkanali yo bo'lmasa juda ham bir jimjimadorli fason yo'q. Oddiy va salutniy bo'ldi. Ertaga albatta perila qilgan holatlarda ham zina juda ham chiroyli bo'ladi. U ham vobshe chiroyli tushgan. Bu yoqda ham bitta lestnitsamiz bor. Uni ham tayyorlabdi. Albatta ertaga uni ham qo'yib videosini qo'yib berishga harakat qilamiz. Hop, obunachilar, sizlarga shunaqa zinalar xizmat kerak bo'lsa, Bek zinalariga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, uy egalari kelib qolishdi hozir. Ularni ham ikki og'iz so'zlarni eshitib o'tamiz. Xo'p, aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zinamiz sizga yoqdimi? Zinalar yaxshi, zo'r, pishiq chiqdi. Men betga qanaqa proyekt qilsam bo'larkan deb anchadan beri o'ylanib yurdim. Aha. Sizlarning YouTube kanallardan ko'rdim, ishlaylar ko'rdim birinchi o'rinda. Sifatlari, keyin o'rtalariga armaturalar tashalgani menga yoqdi, zo'r. Beton baquvvat, o'ta noodatiy chiqqan. Bemalol chiqib ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa noqulaylik yo'q. Hamma tomonlama razmerlari va ustun yo'q ekan. Albatta. Baquvvat. Zo'r chiqqan. Ishlar ham mustahkam ekan. Mana. Bemalol sakrab ko'rishingiz ham mumkin. Zinamizda hech qanaqa shum, vibratsiya yo'q. Xo'p. Bu zinamiz Andijon viloyati Sharxon tumanida qildi. Albatta biz zinamiz O'zbekiston bo'ylab Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Vodiyda asosan o'zimiz ishlaymiz. Boshqa viloyatlarda sheriyalarimiz bor. Qo'ldan kelgancha xizmatlarini bitirib beramiz. Akamiz duo qilyaptilar. Ustalardan qo'ldan dard ko'rmasin, qo'llardan shirin zinalar qildi. Mana Xudo o'zi to'ylarga deydi, mana shu ustalarni. Amin. Xudo olasa, nasib qilsa ham to'ylarga qilib, o'g'il to'ylar qilib, o'g'il to'yga ham aytaylik. Gap yo'q. Ustalardan tanlagan son bo'lsin, qo'llaridan dard ko'rmasin. Amin. To'yga demas ustalar. Amin. Allohim. Rahmat aka, aytganingiz kelsin. Mayli obunachilar, kattakon rahmat. Bizani kuzatib borishda davom etinglar. Albatta xizmatinglarda Bek zinalari.